Qishloq xo'jaligi bugun shunchaki mehnat emas, balki yuksak texnologiyalar maydoniga aylandi. Asosiy maqsad tuproq unumdorligini saqlagan holda kimyoviy zararlarsiz yuqori hosil olish. Bu borada Samarqand viloyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning yangi bosqichi boshlandi. Pastdarg'om tumanida tashkil etilgan seminar aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi mutaxassislari fermerlarga zararkunandalarga qarshi kurashning eng samarali va zararsiz usullarini amalda ko'rsatib berishdi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda bugungi kunda biolaboratoriyalarning o'rni juda beqiyos. Sababi mana hozirgi kunda har bir yetishtirilayotgan mahsulotlarimizni eksport qilish uchun ham organik toza mahsulotni narxi ham baland bo'ladi. Viloyatimizda yetishtirilayotgan g'alla, paxta, meva sabzavot, kartoshka, boshqa barcha turdagi ekinlarni yetishtirishda kasallik zararkunandalarga qarshi kurash uchun biomahsulotlardan foydalanilganimizda organik mahsulot yetishtirish imkoni yaratiladi. Buning uchun viloyatimizda 32 ta biolaboratoriya faoliyat yurityapti. Mana shu 32 ta biolaboratoriyalar tomonidan bir xil biolaboratoriyalarda 2 ta, bir xilida 1 ta, ayrimlarida 3 tadan liniyalar bor. Mex liniya deyiladi. O'sha oltin ko'z, trixogramma, brakin yetkazish uchun o'rnatilgan. Viloyatimiz bo'yicha 525 kilogramm trixogramma, 391 million dona oltin ko'z, 354 million dona brakin entomofaklari yetishtiriladi. Mana hozir biz paxta dalasida turibmiz. Ayni vaqtda paxtada mana g'o'za maydonlarida o'zi ko'chatlar, nihollar oldi chimbar chiqarishni ham boshladi. Mana viloyatimizda faoliyat yuritayotgan fermer xo'jalik rahbarlari ham, ishchilari ham zararkunandani o'zini ham, zararini ham puxta o'rganib bo'ldi. Mana necha yillik fermerlar bu yerda yangi fermer deyarli yo'q. Chunki yer bilan birga ishlab, mana shu hasharotni, zararkunandani, zararini, kasallikni, zararini ko'rib bilib kelyapti. Unga qanday kurashish bo'yicha qo'shimcha tavsiyalar berish uchun viloyat o'simliklar karantini boshqarmasi xodimlari, tuman bo'limlarimiz, inspektorlarimiz bor. Bular to'g'ridan-to'g'ri dalasiga borib, shaxsan o'zimiz ham borib dalasida o'rganib, maslahatimizni, tavsiyamizni beramiz. Bundan tashqari har qanday mana shu telefon apparatida agroko'makchi mobil ilovasi bor. Mana shu agroko'makchi mobil ilovasini fermerlarimizga yetkazganmiz. Kimyoviy vositalar bilan zararkunandalarga qarshi kurash bilan biologik usulda kurashish mahsuldorlikka ta'sir qiladimi? Kimyoviy vositalar bilan ham yoki biologik entomofaglar bilan qarshi kurashganimizda kimyoviy vositalar bilan qarshi kurashishimiz ancha qimmatga tushadi. Me'yordan oshiqcha sepib qo'yish mumkin, ayrim chunmoshliklar bor. Hosildorlikka zarari bo'ladi. Biomahsulot bilan ishlaydigan bo'lsak, entomofaglar bilan ishlaydigan bo'lsak, hech qanday hosildorlikka zarari ham bo'lmaydi. Toza, sifatli organik mahsulot yetishtiriladi. Mana bu mitti moslama feromon tutqich deb ataladi. U o'zidan maxsus hid taratish orqali zararkunanda hasharotlarni bir necha kilometr masofadan o'ziga jalb qiladi. Bu usulning mohiyati shundaki, dalada sun'iy ravishda ko'paytirilgan bu hid erkak kapalaklarni chalg'itadi va ko'payish jarayonini tabiiy ravishda to'xtatadi. Hech qanday ximikatlarsiz zararkunandalar soni keskin kamayadi. Hozir ikkita urug' pallada rivojlanib turgan paxta maydonida turibmiz. Mana bu yerga feromon tutqichlarni o'rnatganmiz. Buni sababi bu feromon tutqichlar ichini hozir ko'rganingizda kapsulasi bor. O'sha kapsulasi bu yerda ildiz qurtini feromon tutqichi bu. Mana shu kapalakni uchishi, urug' qo'yib ko'payishini bilishimiz uchun bizga mana shu feromon tutqichlar o'rnatiladi. Demak, kapalak feromon tutqichga tushdimi, 4 ta 5 ta kapalak tushdimi, demak biz hozir biolaboratoriyalarda yetishtirilayotgan trixogrammadan gektariga 1 grammdan 3 grammgacha qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni qo'yish tartibi shundayki, 1 gektar maydonda mana 5 ga 5 sxemada qo'yilganimizda 400 ta nuqta bo'ladi. 400 ta nuqtaga o'sha 1 gramm trixogrammani maxsus lattachalarda 400 ta nuqtaga qo'yilib chiqiladi. Mana shu trixogrammalar ildiz qurtini, parazitni yo'qotish uchun foydali entomofag hisoblanadi. Paxta pishib, o'sha terim vaqtigacha necha marta mana shunday, ya'ni biologik usulda bu zararkunandalarga qarshi kurashiladi? Paxta maydonlarida mana shu asosan bizda ko'proq zarar keltiradigan mana shu birinchi navbatda ildiz qurti, o'rgamchak kana, ko'sak qurti. Mana shu zararkunandalarga biomahsulotlarimiz o'rnatilish tartibi ildiz qurti hamda ko'sak qurtini
tuxumlariga trixogramma bilan qarshi kurashiladi. Qurtlariga qarshi braken entofagi bilan qarshi kurashiladi. Feromon tutqichlar hasharotlarning ko'payishi, uni rivojlanishi bo'yicha qo'yiladi. Feromon tutqichlar monitoring qilish, hasharotlarning ko'payishi, tarqalishini monitoring qilish uchun qo'yiladi. Shuningdek, feromon tutqichlarning vazifalari bundan tashqari hasharotlarning ko'payishini ham kamaytiradi. Chunki har bitta masalan oddiy bitta kapalak feromon tutqichga tushsa, u urug'lanmaydi. Urg'ochisi 2000 ta tuxumni qo'ymaydi. Bu degani 2000 ta lichinka yo'q degani. Shuningdek, hozirgi kunda tumanimizda monitoring maqsadida har 2 gektarga bittadan feromon tutqichlar qo'yilmoqda va feromon tutqichlar fitosanitar nazorat davlat inspektorlar, hududiy inspektorlar tomonidan hamda davlat nazoratchilar tomonidan nazoratga olingan. Har bir feromon tutqichlarga nomerlar qo'yilib, belgilanib, agentlik tomonidan ham boshqarma tomonidan berilgan fitomonitoring daftarlari yuritib borilmoqda. Yana bir dolzarb mavzu yer resurslaridan oqilona foydalanish. Endilikda har bir qarich yer nazoratda. Davlatimiz rahbarining qaroriga asosan viloyat bo'yicha 1500 gektardan ortiq dala cheti, ariq va kanallar atrofiga 1.200.000 dan ziyod olcha va olxo'ri ko'chatlari ekilishi belgilangan. Bu ishlar Pastdarg'omning barcha hududlarida jadal davom etmoqda. Joriy yilning 13-aprel kuni dala chetlarida qishloq xo'jalik mahsulotlar yetishtirishini takomillashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi. Bu qonun hujjatlarining asosiy o'zgartirishlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga hamda soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bunda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilab o'tilganki, har bir dehqon xo'jaliklar, yer egalari, mulkdorlar dala cheti, kanal kollektor atrofiga belgilangan muddatlarda maqbul ekinlarni ekilishi hamda ularni to'g'ri joylashtirishni olib borish kerak. Agar maqbul muddatlarda ekilib, yetishtirish ishlarini olib bormasa, bazaviy hisoblash bo'yicha 1 baravardan 3 baravargacha, ya'ni 1.236.000 so'mgacha jarima qo'llash mumkin. Keyin soliq kodeksini o'zgartirish qo'shimchalari bo'yicha bunda agar o'sha dehqon xo'jalik, fermerlar, o'sha yer egalari kanal kollektor atroflariga, dala chetlariga mahsulot yetishtirmasa, ya'ni bunda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan o'rganilib chiqiladi. Soliq organlariga elektron tarzda ma'lumot beriladi. Bunda o'sha ekilmagan joyda yer egalarini ekilmagan joyga nisbatan 3 karra soliq qo'llash tizimi belgilab o'tilgan. Viloyatimizda 2026-yilda 2378 gektar maydonga dala chetlarida mevali ko'chatlar hamda qishloq xo'jalik urug'larini ekish reja qilib olingan. Bunda bugungi kunda 1592 gektar dala chetlarida hamda 786 gektar maydonga kanal kollektorlariga mevali ko'chatlar ekildi. Bu mevali ko'chatlar asosan bizda ustuvorlik nimalari bor? Olcha, achchiqgilos ko'chatlarni to'liq ekib bo'lingan. Bu olcha bilan achchiqgilos ko'chatlari asosan o'sha kasallik, zarar ko'randalarga chidamli, suvsizlikka chidamli, ham eksportbop bo'lgani uchun shu ko'chatlarni to'liq ekib bo'lgan biz. Hozirgi kunda, bugungi kunda o'sha ko'chatlar orasiga yana ham unumli foydalanish maqsadida qishloq xo'jalik urug'larini ekib, shu eksport hajmini oshirish maqsad qilib qo'yilgan. Ya'ni bunda bu qishloq xo'jalik urug'larini ekishimizda sabzavot, poliz, dukkak, moyli ekinlar ekib olib borilmoqda. Pastdarg'om tumanida men bugungi kunda 2026-yil hosil uchun 13095 gektar yerga paxta ekdik, chigit egib qadadik. Mana Xitoy texnologiyasi asosida Shinjon usulida paxtalarni ekib tugatdik. Undan tashqari mana g'allamiz ham 13000 gektar maydonga g'alla ekdik. G'allalarimiz ham yaxshi. Bugungi kunda 100 sentrgacha g'alladan hosil olamiz. Paxtadan 53 sentr reja qo'yilgan. Mana bizlar maqsadni katta qilib olib, paxtani bugungi kunda 60-70 sentr hosil olish uchun ishlayapmiz. Fermerlarimiz bugungi kunda hammasi mehnat qilgan holda mana undan tashqari dala chetlariga ham ekin ektiryapmiz. Bugungi kunda dala chetidan 10 mingdan ortiq ishchi band bo'ldi. E'tiborli jihati, endi yerga befarq qarashga yo'l qo'yilmaydi. Yangi qonun bilan ma'muriy javobgarlik va soliq kodekslariga o'zgartirishlar kiritildi.
Agar ajratilgan yer uchastkasi bo'sh tursa yoki dala chetlariga o'z vaqtida ekin ekilmasa, yer solig'i oshirilgan stavkada hisoblanadi. Bu esa yerdan samarali foydalanishni talab etuvchi qat'iy mexanizmdir. Tumanning Bahor mahallasida o'tkazilgan ko'rgazmali seminar shuni ko'rsatadiki, har bir qarich yerdan baraka topish mumkin. Bu nafaqat qo'shimcha mahsulot, balki qishloq yoshlari va ishsiz fuqarolar uchun yangi ish o'rni hamdir. Har bir qarich maydondan unumli foydalanish to'g'risida ko'rsatib o'tilgan. Shu uchun bugungi kunda bizlar qariyb 600 gektar maydonga o'tgan davrda daraxt va eksportbop ekinlar ekishni o'zini o'rniga qo'yishni o'rgatyapmiz fermerlarimizga. Fermer mahallamizda ikkita fermer xo'jaligi bor. 530 gektar yer maydonimiz bor. Hozirgi vaqtda mana dala chetlarida fuqarolarga berilyapti. ikki nafar fuqaromiz o'zini o'zi band qilib, aholi o'zi ehtiyoji uchun hamda bozorlarga sotish uchun mahsulotlar ekib foydalanyapti. Oldingi vaqtlarda bu yerlar qarovsiz joylar edi. Mana fuqarolarimiz obod qilib, o'zlarini band qilib ishlaridan jalb etilyapti. Fuqaroga dastlab o'sha ekin ekish uchun yoki yerni taxlash uchun qandaydir yordamlar ham qilinyaptimi? Texnika yordamlaridan yordam qilyapmiz mahalla tomonidan. Fermerlar bilan birgalikda ekin urug'lardan, shulardan yordam qilyapti. Hozir mana shu mahallada nechta fuqaro mana shunday dala chetlaridan foydalanib band bo'ldi? Hozir 6 nafar fuqaromiz band bo'lgan. Darajaga daraxtlar ekilgan, mevali, manzarali daraxtlar ekilgan, o'shalarni parvarish qiladi. O'zlariga oziqa bo'lib ekinlar ekib, sotish uchun mo'ljallab bozorlarga sotyapti. Xulosa qilib aytganda, feromon texnologiyalari va dala chetlarini o'zlashtirish qishloq xo'jaligining yangi qiyofasini belgilamoqda. Bu harakatlar dasturxonimiz to'kinligi va iqtisodiyotimiz barqarorligiga xizmat qilishi shubhasiz.